To'g'ri egasidan navbatdagi kam yurgan Spark avtomobilimiz sotuvda 2019-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi paysa mexanika korobkali salondan bir qo'l haydalgan shot spravkada mashina bor yo'g'i 11 000 km yurgan. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman qo'yilmagan. Kimdir hozir kommentariyada yozadi, gaz qo'yish kerak, oformleniya qilish kerak, choyxona qilib berish kerak, yana rasxodi bor, qimmat, balobatlar. Mashinamizning saloni matviy holatda turibdi, bor yo'g'i 11 000 km yurgan. Qilingan ishlar: chexol qo'yilgan, polik qo'yilgan. Signalizatsiya Magicar, video registrator o'rnatilgan, probegi 11114 km. Mashinaga umuman kraska tegmagan, urilmagan, bo'yalgan joylar umuman yo'q. Probegi, kraskasini bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Kichkina ayblari bor. Oldi bamperida qirilgan joyi bor. Orqa bamperida ham qirilgan joyi bor. O'ng taraf parogida ozgina ezilgan joyi bor. Xullas, olgan odam o'zi uchun $100 xarajat qilsa, mashina nok bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $7400. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Manzil Toshkent shahar. Videoni kam yurgan Spark qidirib yurgan tanishlarga yuboramiz.